Qadrli do'stlar, sizlar bilan Fazliddin Muhiddinov. Xabaringiz bor, biz do'stlar kurs e'lon qilganmiz. Adresdan API orqali ma'lumotlarni olib, rahbarlarga chiroyli bir web dashbord shaklidagi mobil ilova qilish haqida va bugun kunduzi Antigravity 2.0 dasturi haqida sizlarga postda aytib o'tdim. Men aynan mana shu Antigravityda bugun qilgan bir ajoyib narsani sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'ldim do'stlar. Bunga bizni kursimizdan olingan qisqa bir JSON formatdagi ma'lumotni tashladimda, shunchaki buyruqlarni berib, qisqa muddatda aytaylik 20 yoki 20 minut yoki yarim soat vaqt ketdi. 3 xil tipdagi rahbar dashbordini prototipini yasab berdi Antigravity. Mana ko'rib tursiz, avvaliga bu birinchi, kechirasiz, mana bu birinchi tipidagi bo'lmasa edi. Birinchi tipida oddiy bir jadval shaklida bo'ldi do'stlar. Ana undan keyin buni boshqacharoq qilib o'zgartirib prompt berdim va undan keyin mana bunday qilib kartochkalar shaklida mana bunday grafiklarni qo'shib alohida boshqacharoq bir tipda yana ham bir yaxshiroq ko'rinishda berdi. Va nihoyat 3-tipida bundan ham yaxshilab turib, undan ko'ra ko'proq ma'lumotli, ko'proq bir effektli, bir qaraganda rahbarlarga wow effektini beradigan yana bir 3-variantini tuzib berdi. Ya'ni bularning hammasini do'stlar men shunchaki Antigravityga oddiygina bir JSON formatdagi ma'lumotni berdim va shu undan keyin men shunchaki promptlarni berib turdim. 20 minut, 25 yoki 30 minut ichida mana shu 3 ta tipdagi variant paydo bo'ldi. Albatta bu variantlar do'stlar hozirgi paytda statik ma'lumotlardan olingan. Bizning aynan mobil ilova qilish kursimizda bu narsani adresdan API orqali haqiqiy ma'lumotlarni olib, qanday qilib buni rahbar dashbordida ko'rsatish mumkinligi haqida to'liq batafsil bilib olishingiz mumkin. Xabaringiz bor, hozirgi paytda 1-iyunga qadar kursimizda chegirma e'lon qilingan, ya'ni 590 ming so'm boshlang'ich narxi qo'yildi. Albatta 1-iyundan keyin bu narsa oshishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, sizda yana bir 4 kun, 5 kun vaqtingiz bor. Albatta kimga qiziq bo'lsa marhamat, kursga yoziling. Birgalikda mana shunday bir ajoyib mobil ilovalarni qilib, rahbarlar uchun, klientlarimiz uchun ajoyib bir ilovalarni taqdim qilamiz. Qo'shimcha savollarni marhamat gruppada berishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.